Sure Sebe tercümesi 1. ayeti başlayıp okuyayımız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Nihayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismiyle başlayayım. Cemi hem de sana Allah xastır. Asmanlardaki ve zimindeki hem nese Allah'ın mülküdür. Ahiretteki hem de sana mu Allah xastır. Allah hikmet bilen iş kılgıcıdır, hemmeden haberdardır. Allah ziminin qoyniga kirib ketadigan, yani yağmur, kan ve ölüklerge o'xshash narsalarni zimindan chiqadigan o'simlik, buloq ve quduqlarning suvlari qatorliq narsalarni osmondan tushadigan farishta, yağmur, ajal, rizq qatorliq narsalarni osmonga o'rlaydigan yaxshi amallar, maqbul duolar qatorliq narsalarni bilib turdi. Allah bendilerge nihoyat mehribondir. Tevbe kılgıçlarını nihayet mağfiret kılgıçıdır. Kafirler bizge kıyamet kemmeydi deydi. Eytkin ki undak emas. Rabbim bilen kasem ki kıyamet silegi çokum kilidir. Allah gayibni bilgiçidir. Asmanlardaki ve zimindeki zerri çağlık neyse Allah'tan yirak emestir. Onun yani zerreden kiçigrek nesi bolsun, çoğrak nesi bolsun, levh-il mahfuzda hatırlanmagini yok. Ularning levh-il mahfuzda hatırlanışı iman etgan ve yaxshi amallarni qilganlarni mukofotlash uchundir. Ani shular mag'firatga ve esil rizqqa erishadi. Bizning oyatlarimizga küçünün berice qarshi turganlar qattiq azobga duchor bo'ladi. İlim berilganlar, yani sahabeler ve keyinki amal qilguvchi ulamalar ve ularga o'xshash kishilar sana Rabbing tarafidan nozil qilingan Qur'onning shubhisiz haq ekanligini, insonlarni g'olib hamda sanoga loyiq Allohning yo'liga boshlaydiganligini bildi. Kafirlar bir-biriga aytdi. Sizlar qabrlarda chirib, titma bo'lib ketgandan keyin cho'qim yangidan yaratilsizlar deb xabar beradigan bir odamni sizlarga ko'rsatib qo'yaylikmi? U Allohga yolg'onni to'qidimi? Ya u elishib qoldimi? Hergiz undaq emas. Oxiratga iymon keltirmaydiganlar azobda ve çoğunqur gumrohlikdadir. Ular oldidagi ve arkasıdaki ularni o'rab turgan osmon bilan ziminga qaramamdi. Agar xohlasak ularni yerga yutqizamiz yoki osmonni ularning ustiga parcha qilib tushiramiz. Buningda Allohga qaytquchi har banda uchun albatta Allohning qudratini ko'rsatadigan dalil bor. Biz Davud'a dergahimizden hakikaten fazl, yani peygamberlik, zabur, tağlarının ve kuşlarının boysunuşu, tömürünün yumuşak bulup berişi, savut yasashını bildirişle ata kıldık. Ey tağlar, ey kuşlar, Davud bilen birlikte tesbih eytinler dedik. Tömürünü Davud'a yumuşak kılıp berdik. Biz onunla aytdik. Mükemmel savutlarını yasagın. Savutlarını yasaşda halqılarını bir-biriga tekşik qilgin. Ey Davud ailesidagilar, yaxshi ish qilinglar. Men haqiqatan sizlarning amallaringlarni ko'rib turguchiman. Sulaymonga shamolni bo'ysundirib berdik. Shamol tushdan ilgari bir oylik musofini, tushdan keyin bir oylik musofini basatdi. Onunga mis chiqadigan buloqni oqizib berdik. Ba'zi jinlar Rabbining amri bo'yicha Sulaymonning oldida ishlaydi. Ulardan kimiki bizning amrimizga xiloflik qiladigan, onunga biz dovzax azobini tetitimiz. Ular Sulaymonga
u xohlagan katta saroylarni, mistin, aynakdan ajoyib haykallarni, ko'ldek cho'ng leganlarni, cho'ngliqdan midirlamaydigan qozonlarni yasatdi. Aytdiki, ey Davud oilasidagilar, Allohning bu cho'ng ne'matlariga shukr qilinglar. Mening bandalarimdan Allohning ne'matlariga shukr qilguvchi bek az. Sulaymonning vafotini hukm qilganimizda, ya'ni uni vafot qildirganimizda, Sulaymonning o'lganligidan jinlarni faqat uning hassini yegan qurut xabardor qildi. Sulaymon hassini qurut yeb yiqilgan chaqda jinlarga aniq bo'ldiki, agar ular g'aybni biladigan bo'lsa edi, har qilg'uchi azobda, ya'ni shuncha uzoq vaqt ig'ir emgakda qolmagan bo'ladi. Shubhisizki Saba qavmiga ularning turadigan joyida Allohning qudratini ko'rsatadigan buyuk dalil bor edi. Ularning o'ng tarafida bir turkum bog'lar, so'l tarafida bir turkum bog'lar bor edi. Ularga aytdiki, Rabbinglar bergan rizqdan yenglar va uningga shukr qilinglar. Sizlarning joyinglar baland joydir. Sizlarga rizq bergan Rabbinglar shukr qilguvchini mag'firat qilguvchi Rabbdir. Ular shukrdan bosh tortdi. Shuning bilan ularga qattiq salni avatdi. Ularning bog'larini ochiq mevalik, yulg'unliq, az to'la sidirliq, ya'ni yovu chilanliq bog'larga aylantirdik. Ular kufrlik qilganliklari uchun mushundaq jazoladik. Biz faqat kufrlik qilguvchilarni jazolaymiz. Ular bilan biz barakatli qilgan qishloqlar orasida ko'rinib turadigan tutishib ketgan nurg'un qishloqlarni barpo qildik. Ularning orasidagi musofani o'lchamli qildik. Ya'ni safarda yemek-ichmak elib olmasa-mu bo'ladigan, atigan chiqqan yo'lovchi tushdi bir o'tanga yetib borsa, kechdi bir o'tanga yetib boradigan qildik. Ularga aytdikki, ularning orasida kechilarda va kunduzlarda tinch amon meninglar. Ular Rabbimiz safarlarimiz arasini, ya'ni o'tanglar arasidagi musofani yiroq qilgan dedi. Ular o'zlariga zulm qildi. Ularni biz keyingi kishilarga qisqa qilib qoldirdik. Ularni tutma qilib etdik. Buningda har bir baloga sabr qilguvchi, ne'matga shukr qilguvchi uchun nurg'un ibratlar bor. Iblis ularni ozdirishdan iborat gumonini haqiqatan ishga oshirdi. Chunki bir turkum mu'minlardan boshqa ularning hammasi iblisga ergashdi. Iblisning ular, ya'ni ergashkichilar ustidan vasvasa qilish bilan hukmronlik qilishi faqat bizning oxiratga iymon etuvchilar bilan uningga shak keltirguchilarni bilib olishimiz uchundir. Rabbing hamma narsani kuzatguchidir. Aytqinki, sizlar Allohni qo'yib ma'bud deb qarg'ininglarni chaqiringlar. Ular osmonlarda va zaminda zarrachaqliq narsaga ega bo'la olmaydi. Ularning osmon zaminning yaratilishi va boshqarilishida Allohga hech shirikchiligi yo'q. Ularning ichida Allohga osmon zaminni idora qilishda yordamlashadigan hech yordamchimi yo'q. Allah ruxsat qilgan odamdan boshqaga Allohning dargohida shafaat foyda bermaydi. Shafaat qilguvchilarning dillaridan qo'rqinish ko'tarilganda ular ondan ba'zisiga Rabbinglar shafaat to'g'riliq nima dedi deydi. Ular javoban haqni dedi, ya'ni mu'minlarga shafaat qilishga ruxsat qildi deydi. Alloh yuksakdir, kattadir. Aytqinki, sizlarga
Osmonlardan va zamindan kim rizq berib turdi? Aytqinki, Allah rizq berib turdi. Shubhisizki biz yoki sizlar cho'qim hidoyatidurmiz. Hidoyatdurmiz. Ya ro'shan gumrohlikdurmiz. Aytqinki, bizning qilgan gunohimiz uchun sizlar so'roq tortilmaysizlar. Sizlarning qilmishinglar uchun biz so'roq tortilmaymiz. Aytqinki, Rabbimiz bizni qiyomat kuni yig'idi. Ondan bizning oramizda haqliq bir hukm chiqardi. Allah adil hukm qilguchidir. Xaloyiqning ahvolini bilguchidir. Aytqinki, "Man aytib beqinglarchu, sizlarning Allohning shirki deb atib olganinglar hargizmi undaq emas. Balki u Allah g'olibdir. Hikmat bilan ish qilguchidir." Seni biz faqat bütün insonlar uchun mu'minlarga jannat bilan xo'sh xabar berguchi va kofirlarni azob bilan ogohlantiruvchi qilib avatdiq. Lekin insonlarning to'lisi buni bilmaydi. Ular agar sizlar rostchil bo'lsanglar, bu va'da, ya'ni sizlar bizni qo'rqitayotgan azob qachon ishga oshidi deydi. Aytqinki, sizlarga azob uchun va'da qilingan bir kun borki, uningdan birdammi ilgari keyin bo'lmaysizlar. Kafirlar bu Qur'onga va uningdan ilgirki kitoblarga hargiz ishonmaymiz deydi. Agar zolimlarni Rabbingning dargohida to'xtatib qo'yilgan chaqda ba'zisi bilan jidallashayotganda ko'rsang eding, albatta qo'rqinchli holni ko'ratding. Ojizlar, ya'ni agashkuchilar, kuchliklar, ya'ni agashtirguchilarga agar sizlar bo'lmasanglar biz cho'qim iymon etdik deydi. Kuchliklar ojizlarga, sizlar hidoyat kelgandan keyin biz sizlarni uningdan to'sdikmi? Sizlarga hidoyat kelgandan keyin biz sizlarni uningdan to'sdikmi? Hargiz to'smadik. Sizlar o'zinglar gunoh qilguchi bo'ldinglar deydi. Ojizlar kuchliklarga, hargiz undaq emas. Sizlarning bizga kech kunduz qilgan hiyla-makringlar bizni iymondan to'sdi. O'z vaqtida sizlar bizni Allohni inkor qilishga va uning shirk keltirishga buyurdinglar deydi. Azobni ko'rgan chaqda ular har ikki guruh iymon etmaganliklariga ichida pushaymon qiladi. Kafirlarning bo'yinlariga taqoqlarni salamiz. Ularga faqat qilmishlarining jazosi berildi. Qaysi shaharga bo'lmasin birer ogohlantiruvchi avatsaklar, uning davlatman odamlari shubhisizki biz sizlarning payg'ambarlikinglarni inkor qilamiz dedi. Ular yana bizning mollarimiz va bollarimiz eng ko'p, biz azoblanmaymiz dedi. Aytqinki, haqiqatan Rabbim kimning rizqini keng qilishni xolisa, uni keng qiladi. Kimning rizqini tor qilishni xolisa, tor qiladi. Lekin kishilarning to'lisi buni uqmaydi. Mollaringlar va bollaringlar sizlarni bizga yaqinlashtira olmaydi. Faqat iymon etgan va yaxshi amal qilganlarga qilgan amallari uchun hassilab savob beriladi. Ular jannatning esil uylarida har qanday ko'ngilsizlikdan amin bo'lgan holda turdi. Bizning oyatlarimizga kuchining berichi qarish turganlar azobga duchor qilinguchilardir. Aytqinki, haqiqatan Rabbim qaysi bandisining rizqini keng qilishni xolisa, uni keng qiladi. Qaysi bandisining rizqini tor qilishni xolisa, uni tor qiladi. Allohning yo'lida bergan narsanglarning o'rnini Allah to'ldirib berdi. U rizq berguchilarning yaxshisidir. U kunda Allah ular, ya'ni mushriklarning hammasini hisob elish uchun yig'di. Ondan farishtalarga, bu kishilar sizlarga cho'qinganmidi deydi. Ular aytdi, sen pokdirsan,
bizning do'stimiz ular emas sen. Ular bizga cho'qinmaydi, balki jinga cho'qinadi. Ularning to'lisi jinga iymon keltiradi. Bugun sizlar bir-biringlarga foyda ziyon yetkazolmaysizlar. Biz Allohdan g'ayriga cho'qing'uchi zolimlarga sizlar chin putmagan davzax azobini tetinglar deymiz. Ularga bizning ro'shan oyatlarimiz o'qib berilganda ular bu faqat sizlarni ota bovanglar cho'qingan butlarga cho'qinishdan to'smoqchi bo'lgan odamdir deydi. Hamda ular bu faqat to'qilgan yolg'on so'zdir deydi. Kafirlarga haqiqat yetib kelganda ular bu faqat ochiq sehrdir dedi. Ularga o'qiydigan hech qanday kitoblarni ato qilganimiz yo'q. Senden ilgiri ularga hech qanday payg'ambarmi avatkinimiz yo'q. Ulardan ilgiri o'tganlar haqni inkor qilgan. Ular ya'ni Makka kuffarlari ular ya'ni ilgirkilar erishgan kuch-quvvatning 10dan 1 ga erishmagan. Ular mening payg'ambarlarimni inkor qildi. Ularga mening jazoim qandoq bo'ldi? Aytqinki, men sizlarga bir ishni tavsiya qilaman. Sizlar ilohlik uchun ikkidan yoki birdan turinglar. Ya'ni Allohning roziligi uchun yig'ilib yoki yakki holda haqni izdanglar. Ondan fikr yurgizinglar. Hamrohinglarda ya'ni Muhammadda hech majnunlik yo'q. Faqat u qattiq azob nozil bo'lishdan ilgari sizlarga avatilgan bir ogohlantiruvchidir. Aytqinki, sizlardan hech qanday haq talab qilganim yo'q. U sizlarga bo'lsin. Ajrimni faqat Allohdan tilayman. Allah hamma narsani kuzatib turguchidir. Aytqinki, Rabbim haqiqatan haq orqali botilni otidi. Ya'ni pokitni ro'shan bayon qiladi. Allah g'ayibni tamoman bilguchidir. Aytqinki, haq ya'ni islom keldi. Botil yo'qoldi. Botil biror maxluqni paydo qila olmaydi. Yo'qolgan biror maxluqni asliga keltira olmaydi. Aytqinki, agar ozsam, ozg'anligimning ziyni o'zimgidir. Agar hidoyat topsam, bu Rabbimning menga vahiy qilgan Qur'onning sababidandir. Allah haqiqatan anglab turguchidir, yaqindir. Agar sen ayni vaqtda ularning qo'rqib qochadigan ya topolmayotganligini davzaqqa elib berilish uchun mahshargohga yaqin joyda tutilayotganligini ko'rsang, albatta qo'rqinchli holni ko'rasan. Ular azobni ko'rganda iymon etdik deydi. Ular qandoqmi yiroq joydan iymonni qo'lga keltira oladi? Ular ilgari uni, ya'ni payg'ambarni inkor qilgan edi. Ular g'ayb ishlar ustida yiroq joydan qarasiga so'zlaydi. Ular bilan ularning orzu qilgan narsalari, ya'ni iymon etish va jannatga kirish orasida to'salg'i paydo qilindi. Ularga ilgari ularga o'xshashlarga qilingandek qilindi. Chunki ular hozir iymon keltirgan narsalar ustida dunyodagi chaqlarida cho'nqur shakda edi.